Urganch harbiy prokuraturasi tashabbusi bilan Favqulodda vaziyatlar va mudofaa vazirligi Milliy gvardiya qo'mondonligining Xorazm viloyat hududida joylashgan harbiy qism va muassasalarda faoliyat olib borayotgan surishtiruv va tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi mutaxassislar uchun o'quv-amaliy seminar o'tkazildi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. O'quv-amaliy seminarda harbiy prokuratura, prokuror tergov xodimlari tomonidan jinoyatga oid ariza, xabar va boshqa ma'lumotlarni e-material axborot tizimiga ro'yxatga olish, tergovga qadar tekshiruv yakuni bo'yicha natijalarni tizimga belgilangan muddatlarda kiritib borish asoslari va tartibi tushuntirildi. Surishtiruv va tergovga qadar tekshirish o'tkazishning huquqiy asoslari, shu jumladan inson huquqlarini himoya qilish, shuningdek protsessual hujjatlarni rasmiylashtirishda alohida e'tibor beriladigan jihatlar, qonunchilikdagi oxirgi o'zgartirish va qo'shimchalar, mazmun mohiyati to'g'risida ma'lumotlar berildi. O'quv mashg'ulotida ekspert kriminalist mutaxassislar ishtirok etib, hodisa joyini ko'zdan kechirish, ashyoviy dalillarni olish, ekspertizalarni tayinlashda e'tibor qaratiladigan holatlar hamda protsessual hujjatlarni rasmiylashtirish tartibi asoslari haqida huquqiy tushunchalar berdilar. Shu bilan birga tergovga qadar tekshiruv va surishtiruvni amalga oshiruvchi vakolatli shaxslar viloyat prokuraturasining tergov poligonidagi real vaziyatga yaqinlashtirilgan sharoitlarga moslangan maxsus xonalar bilan yaqindan tanishdi. O'quv-amaliy mashg'ulotlar va mahorat darslari qonunchilik talablarini amalda qo'llash ko'nikmalarini yanada oshirishga xizmat qilishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.